Qarang, nima mashina oti? Mazda. Mazda'ni diskasi. Radnoymi bu? Yo'q, Toyota. Ha? Toyota diski deydimi? Toyota diski. Короче, yo'l chetay bordi orada urib o'talammi yo'qmi deb sanab ko'rganlar-da uni. Mana juda ko'p jarohatchalar bor-da buni. Вообще vahima. Har kunga qo'yam. Mana berga bu, hozir mana tiklasam hozir buva deb orasan. Ne qarang. Diski yani yarim yo'q u. İlk qarshi yo'q butun ekan. Shuni quyib tugatamiz mana shu. Отлично. Mana beraymi yo'q ekan mana. Xo'sh, nerlarga quyib bo'ldik. Tozalash uchun balandroq quyiladi-da bu. Mana yarim tayyor holati. Hozircha bolgarka bilan, tachelkalar bilan o'tib chiqilgan burchalar bilan endi shuni olmaydi-da. O'zini ishlatishga harakat qilamiz. Так, поддержка qilib turinglar, поддержка. Подписка qilib qo'ying. Zanovoy shaharga. Shunaqa xizmatlar bo'lsa kelaverasizlar. Mana. Qani bu diskani to'paylik qal. Qayerga qo'yibdi? Zapaskasi yo'qdimi ham? Qayerga ketdi? 3-uchinchisi bu, ha? Shu yerga. Ana shu edimi deyman-da. Вот.